Bolalardagi quloq, burun, tomoq og'rishida pediatr ko'rigiga borish to'g'rimi? Qisman to'g'ri, lekin lor ko'rigiga borish afzalroq. Agar bola qulog'i eshitmasa, nima sabab bo'lishi mumkin? Ko'pincha quloq ichida kir tiqilishi yoki yallig'lanish bo'lishi mumkin. Aniq sababini faqat ko'rik aytadi. Quloq og'rishi tomoq bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Faringit, tanzillit, adenoidit kabi tomoq kasalliklarida og'riqlar quloqqa irradiatsiya berishi mumkin. Agar quloqqa narsa kirib qolsa, nima qilish kerak? Hech qachon kovlamang, pinset, tayoqcha ishlatmang. Aks holda yot jism yana ham ichkariga kirib ketishi mumkin. Albatta lor ko'rigiga murojaat qiling. Bola qulog'i og'riyapti. Nima qilish lozim? Eng avvalo qulog'iga hech qanday tomchi dorilar tomizmasdan lor ko'rigiga olib kelish kerak. Quloqdan yiring oqganda qanday tomchilar tomizsa bo'ladi? O'zboshimchalik qilib turli dori tomchilarini tomizish mumkin emas. Quloq pardasi teshik bo'lishi mumkin. Albatta tekshiruv shart. Bolalardagi quloq, burun, tomoq og'rishida pediatr ko'rigiga borish to'g'rimi? Qisman to'g'ri, lekin lor ko'rigiga borish afzalroq. Agar bola qulog'i eshitmasa, nima sabab bo'lishi mumkin? Ko'pincha quloq ichida kir tiqilishi yoki yallig'lanish bo'lishi mumkin. Aniq sababini faqat ko'rik aytadi. Quloq og'rishi tomoq bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Faringit, tanzillit, adenoidit kabi tomoq kasalliklarida og'riqlar quloqqa irradiatsiya berishi mumkin. Agar quloqqa narsa kirib qolsa, nima qilish kerak? Hech qachon kovlamang, pinset, tayoqcha ishlatmang. Aks holda yot jism yana ham ichkariga kirib ketishi mumkin. Albatta lor ko'rigiga murojaat qiling. Bola qulog'i og'riyapti. Nima qilish lozim? Eng avvalo qulog'iga hech qanday tomchi dorilar tomizmasdan lor ko'rigiga olib kelish kerak. Quloqdan yiring oqganda qanday tomchilar tomizsa bo'ladi? O'zboshimchalik qilib turli dori tomchilarini tomizish mumkin emas. Quloq pardasi teshik bo'lishi mumkin. Albatta tekshiruv shart.